Sotuvimizda yaponskiy millionnik Toyota 200 mashinamizning yili 2017-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Narxi $50,000. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Yaponiya nadejniy mashinalardan hisoblangan Toyota Land Cruiser 200 ko'rishingiz mumkin. Mashinamizga 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan, kraskalari tekshirib olingan, kraskalari toza. Tonirovka razresheniyalari bor. 4 litrli motorda katta mashina. Haydaganingizda o'zingizni ancha balandda his qilasiz, chunki ancha balandda o'tirasiz buni haydasangiz. 204 ming kilometr yurgan, probegi 300 dizayn monitorlar, ko'jalari ham a'lo darajada turibdi. Olasiz maza haydaysiz, hech qanaqa ortiqcha qilinadigan ishlari yo'q. Mana salon ko'rinishlari zo'r. Hech qachon sizni ko'chada qoldirib ketmaydigan mashina. 2017-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza. Narxini $50,000 qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.